Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz bu avtomobilni 40 million so'm foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bilaman, ko'pchiligimiz hozir shaharda tirbandlik hisobiga, ya'ni mashinalar ko'pligi uchun katta kengish mashinalarimizda qiynalib ketyapmiz. Eminda o'shaning uchun ham sizlar uchun Chery Tiggo 2 avtomobilini obzorga tayyorladik. Chery Tiggo 2 Pro avtomobilimiz birlik turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. 102 ta ot kuchi. Mashinamizning 5 xil rangi bo'ladi. Kul rang, kumush rang, qora rang va qizil ranglari. Oqi ham bor siz uchun. O'shanaqa ranglardan bo'ladi. Mashinamiz oldi qismi kattagina oblisovka bilan jihozlangan. Polni LED faralar, ya'ni LED optika. Hech qanaqa sariq fara qo'yib, sariq farani oq faraga o'zgartirish shart emas. Tumankalari ham polni rulni qaysi tarafga bursangiz, o'sha tarafga burilib beradi siz uchun. Yonbosh tarafiga o'tadigan bo'lsak, 17 lik razmerda yumshoq balonlari bilan sizni diskamiz kutib oladi. Yengil qotishmali liti disklar bo'ladi. Tormoz qismlariga ham e'tibor beradigan bo'lsak, oldida ham, orqasida ham diskoviy tormoz. Ya'ni supportlari qizil rangga bo'yalgan bo'ladi, zavodskoy. Chiroyligina qanotchalari mavjud. Yonboshlarida bokovoy oyna kutib oladi. Sizni bokovoy oynada pavorotnik bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizlarni kattagina lyuk kutib oladi. Ya'ni ixchamgina kichkinagina mashinamiz bo'lsa ham kattagina lyukchalari mavjud. Va salonimiz polni kojadan qoplangan, koja bilan qoplangan. Sidinalarimiz, atishkalarimiz, mana yerda chiroyligina yonib turadigan svetodiodlarimiz ham bor. Deflektorlarimiz, 4 ta deflektor, 9 dyumlik monitorimiz bor. Monitorimizda Android Auto, CarPlay, Bluetooth hamma narsalari bor. YouTube'larga bemalol ulab kinopinalar ko'rsak bo'ladi. Xo'p, rul qismiga o'tadigan bo'lsak, rulimiz o'zini-o'zi isita oladi, rul ham isiydi. Cruise kontrollarimiz mavjud va multimediaga moslashgan baland pastqich, ya'ni multimediaga moslashgan rulimiz mavjud. Tablolarimiz 220 speedometrgacha, расход, balon davleni hamma narsani ko'rsatib turadi. Elektronli tablolari ham mavjud mashinamizda. Salon qismiga, komfortiga keladigan bo'lsak, xo'p, avto hold, elektronli ro'shnoy, yana aytgandek, mashinamiz start-stop bilan ham jihozlangan. Albatta, endi sizlar bilan mashinamizning to'lov turlari haqida gaplashamiz. To'lov turlariga keladigan bo'lsak, kelib Tiggo 2 avtomobilimizni bizlar kreditga, naqdga, рассрочкаga hamda lizingga xarid qilishingiz mumkin. Bizlardan kelib, Qarshi-Quruq, Yangiariq, Yangi Zapchast bozor bizning manzilga kelib, Tiggo 2 Pro avtomobilimizni 1 yildan 5 yilgacha рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin va aprel oyining oxirigacha 40 million so'm foyda bilan ham xarid qilishingiz mumkin. Oilaviy, kattaroq shaharning ichiga hamda tog'larga yurish uchun universal avtomobil izlayotganlar uchun Tiggo 7 Pro avtomobilimiz ham mavjud. Tiggo 7 Pro avtomobilimiz 1.5 turbina, 147 ta ot kuchi bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamiz oq, qora, kulrang, kumush rang ranglari ham mavjud. Mashinamiz polni kuzovlari zanglamaydigan, chirimaydigan atsinkovniy kuzov bilan jihozlangan bo'ladi. Oldi faralarimiz polni belet, ya'ni LED faralar bilan jihozlangan. Diskalariga keladigan bo'lsak, 18 razmerda kattagina yumshoqqina balonlar bilan 18 razmerda diskalari ham mavjud. Eshiklarimiz bespilchoy dostup va mashinamizda 360 gradus kameralari ham mavjud bo'ladi. Mashinamiz salon qismlariga keladigan bo'lsak, polni elektropaket, ya'ni elektronli sideniyalar, elektronli rol, tablo, monitor hamma narsa bilan jihozlangan, kojinli salonlari ham mavjud. Tepa tom qismimizda kattagina panorama lyuklari ham mavjud, ko'rib turganingizdek. Mashinamiz 2 zonali klimat kontrol bilan ham jihozlangan bo'ladi. Orqa salonlari ham anchagina kengish, boshida aytib o'tganimdek, oilaviy, tog'lar uchun ham universal avtomobil hisoblanadi. Ya'ni kriliz anchagina baland. Mana salon qismiga ham o'tirib oldik. Yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda kattagina tablo hamda qo'shilgan multimedia. Ikkalasi bittada bo'lib ketgan kattagina monitor sizni kutib oladi. O'rtada center kolonkalarimiz ham mavjud, yonboshlarda pishalqalar, ya'ni mashinamizda 6 ta dinamika bilan jihozlangan. Mashinamiz boya aytib o'tganimdek 2 xil klimat kontrol, 2 zonali klimat kontrolda, sidenalarimiz 4 tala sidena ham isitadi, shofyor sidena, yaxlitlari ham, rullarimiz ham isitadi. Multimediali rul hisoblanadi. Bu yerda ko'rib o'tishingiz mumkin. Podstakanliklarga joy bor. Беспроводный zaryadka, ya'ni simsiz telefonni quvvatlantirish ham mavjud mashinamiz. Rejimlari mashinamizning
loyga, qorga, suvga ham bemalol yurib beradigan funksiyalari mavjud. Kattagina barlari ham mavjud mashinamizda. Polni perforatsionli koja bilan jihozlangan salon sidinalarimiz mavjud. Ya'ni sidinalarimizda pamit sidina ham mavjud. Xullas, Tiggo 2 Pro avtomobilini tanlaysizmi, 7 Pro avtomobilini tanlaysizmi? Bemalol kelib, xohlagan to'lov-turingiz bilan bizlardan xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari bizlarning salonda bundan tashqari ham modellarimiz mavjud. Kelsangiz, bemalol hammasida bepul test drive'larimiz bor. Har kuni sizlar uchun ertalabki soat 9 dan kechki soat 6 gacha hamda dam olish kunlarisiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8:00 gacha sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Bunda ham to'lov turlariga keladigan bo'lsak, bunda ham to'lov turlari xuddi Tiggo 2 ga o'xshash, ya'ni avtokredit, naqd, lizing hamda rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Ko'rib turgan avtomobilingizni kelib siz 40 million so'm foyda bilan ham xarid qilib ketishingiz mumkin. Sizlarni Yangiariq, Yangi Zapkas bozor avtosalonimizda kutib qolamiz. Videoga like bosishni unutmang hamda bizlarni har doim kuzatib boring.